Bir mo'min yaxshilikni niyat qilsa bitta savob yoziladi. Amalga oshirsa 10 tadan boshlanib 700 gacha, undan ham oshiq ajrga ega bo'ladi amalga oshirsa. Niyat qildi, amalga oshira olmadi, bitta savob bo'ladi. Mo'min odam bir yomonlikni niyat qildi. Amalga oshira olmasa, u gunoh yozilmaydi. Amalga oshirsa bitta gunoh yoziladi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning rahmati g'azabidan ustun ekanligiga dalil. Mana shu vaziyatda ham odamlar bitta gunoh bilan 10 va 700 dan baland bo'lgan ajrli savoblardan ko'p gunohni qilib oladi. Alloh musta'an, Allohdan panoh so'rash kerak. Alloh taolo o'zi haqda sobit qilsin.